Assalomu alaykum hammaga. Yangi salondan bugun chiqqan Cobalt mashinasiga qilib berib o'tgan ishlarimiz haqida aytib o'tamiz. Mashina chiqqan payt xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Brizgavigan bo'lmaydi. Oldiga setgan mayda juda hech qanday narsasi bo'lmaydi. Mashinamiz Midnight. Taglariga, setkalarigacha yo'q. Shu holatda bo'ladi. Mashinamizga hozir kerakli ishlarni qilib o'tamiz. Tayyor holatini ikkinchi videoda qo'yib o'tamiz. Nima ish bo'lganlarigacha mana salon qismi. Nomerlarigacha birdaniga qotirib beramiz. Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Video registrator o'rnatib berdik. Bagaj knopka, cruise control tizimini o'rnatib berdik. Cruise control tizimini juda ham ko'plar aksiyaga tushirgandik, juda ham ko'plar ulgura olmay qolibdi. Rossiyadan kelyapman, chetdan kelyapman. O'sha uchun cruise control tizimini o'sha 480 ming so'm holatiga qaytarib qo'ydik. Bemalol kelib qo'ydirib ketsaringiz bo'ladi. Xuddi o'shani original knopka, taglari, zazorlari yo'q, tepalari ham zazorlari yo'q. Biriga bir tushadigan qilib ishlatib berdik. Baland past qiladi. Hamma funksiya ishlaydi. Bezuk telefon ko'taradi, papkadan papkaga oladi, qo'shiqlar o'tkazadi mana. Juda ham qulay. Qo'lda ishlatib yurish uchun juda ham mazza qilasiz. Chap tomon cruise control tizimi ishlab turibdi. O'ng chap cruise controlni o'chirish hammasi joy-joyida. Zazorga bitta ahamiyat qilamiz. Umuman deyarli zazor yo'q, taglarida ham yo'q uni. Sifatli qilib o'rnatib berganmiz. 480 ming so'm hamma narsa ichida, knopka, mayda-chuyda hamma narsalar ichida bo'ladi. Ochdi 2 marta bossak, bagaj qismini ochib qo'yadi. Bu xizmatimiz bagaj knopka 120 ming so'm bo'ladi. O'rnatib berish hamma narsa ichida 1 yil garantiyasi bilan. Video registratorimiz o'rnatib berish bilan 1 million so'm bo'ladi. Yaxshisi, uстановкасы shuncha chiqadi. Fleshkasi 70 ming so'm alohida. Umuman qirilgan joylari yo'q, registrator o'tgan, bitta ham sim ko'rinib qolmagan. O'zini barini ham yechib tashlaganmiz, barini o'rnatib berdik. Bar o'rnatib berish bilan 150 ming so'm bo'ladi. Qo'lda qo'yib yurishga juda ham qulay seriya bar bo'ladi. Oyna ko'tarichni o'rnatib berdik, quflaymiz. Flash knopkani bitta bossak, oynalar avtomatik tarzda ko'tarib qo'yadi. Bu xizmatimiz oyna ko'tarich 150 ming so'm bo'ladi, yaxshisi o'rnatib berishi bilan. Garantiyasi bor buning. Vitravik o'rnatib berdik, vitravikimiz o'rnatib berishi bilan 80 ming so'm atrofida chiqadi. Avtozapis o'rnatib berdik, flash bitta bosib, bagaj bosib tursak, mashinamiz masofadan o't olgan turadi. Bu xizmatimiz 150 ming so'm bo'ladi, hech qanaqa o'zgarib ketmaydi, hamma narsasi joy-joyida turadi. Tagiga setka o'rnatib berganmiz, setkani yaxshisi 40 ming so'm turadi o'rnatib berish gaykalari ichida. Qimmat deganlar uchun arzonlari ham bir xohlasalari, sifat birinchi o'rinda. Bagaj bosib tursak o'chadi. Obshivkan ochilganligi ham bilinmaydi. Germetizatsiya qilib berdik, keyin suv kiradigan joylarini pastda bo'ladi o'zi. Germetik qilib berdik. Germetik qilib berish 60 ming so'm bo'ladi. Rushnik taylarigacha bo'lgan. Mana shu yerdan suv kirib ketadi-da, mashina ichida asib ketadi. Shu uchun germetik qildiringizlar. Germetik qilib berish 60 ming so'm bo'ladi. Barimizning ko'rinishi mana. Ichida ikkita bo'ladi. Ish chuqur bo'ladi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib kelaverishlaringiz bo'ladi. Adresimiz Toshkent shahri. 95 lik kodi bilan 339 43 43. Cruise controlga shoshilamiz. Aksiyani yaxshisini qilib qo'ydik. Narxini ham chiroyli qilib qo'yganmiz. Sifat birinchi o'rinda, ishonch sizlardan. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.